Assalomu alaykum. Bugun Tehrondagi yana bir noodatiy minoralardan biriga kelganmiz. Bu minoraning nomi Tug'rol minorasi deb nomlanadi. Taxminan bundan 900 yil oldin Saljuqiylar imperiyasi tomonidan qurilgan. Tashqi ko'rinishdan oddiy minoraga o'xshashi mumkin, lekin bu Saljuqiylar me'morchiligining san'at asarlaridan biri. Tashqi dizaynini ko'rishingiz mumkin, qirralardan iborat. Bu qirralarning asosiy vazifasi quyosh nuridan soatni aniqlash maqsadida qurilgan. Qirralarning jami soni 24 ta. Ya'ni bir kunda 24 soat bor. Endi minorani ichki tarafdan ko'ramiz. Minora qurilishida akustika tizimi juda ham aqlli qo'llanilgan ekan. Odam o'zini boshqacha his qilar ekan bunaqa joyga. Birinchi marta kirishim, ovozim qanaqa tarqalayotganini ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib. Shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib olishni xohlamasanglar, meni profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like. Salomat bo'linglar.